Qarangda, nimasi bilan tanildi? Reklama bilan emas, PR bilan emas, like bilan emas. Yirtiq yamoq kiyimlarni kiyib yurar edi. Xaroba yuradi, tomlarga chiqib tunar edi. Lekin qo'lini nima qilmas edi? Taslim bo'lib tushirib olmas edi. Bizni zamonimizga qarab turib, odamlarning besabrligini ko'rasizda. Ozgina bir qiyinchilik bo'lib qolsa, shart o'qish tashlab yuborgan. Domlasi bir marta qattiq gapirib qolsa, orozlab kelmay qo'ygan. Doim yuqori narsaga intilib yashagan. Himmati oliy bo'lgan. Ikkinchi sort narsaga ko'nmagan. Past narsaga ko'nmaylik. Tushadigan joyimiz plintusga tushib qoldik уже. Dunyo bozorida, ummatlar orasida qaraydigan bo'lsangiz, biz polda turibmiz o'zi. Hozirda yoshlarimiz mana shu ulug'larimizni hayotini bilishlikka, ularni tanishlikka